Bo'ldi, aytturing aka. Yuzingizni keyin bekitib qo'yaman videoda, ma'lum? Bekitmang. Siz o'zingiz uchun bilib oling. Qog'oz protokol, ayting boshqatdan. Qog'oz protokoli yo'q aka. Yozib bermaysiz qog'oz protokolga. Qog'oz protokolga yozib Yo'q, bermaysiz. qog'oz protokol. Bizga qog'oz protokol yo'q aka. Planshet qurilmasi yozamiz. Mana misol uchun Kimga telefon qilsam ham, prokuratura qat'iy qilsam ham qog'oz protokolga yozib bermaysiz. qog'oz protokoli yo'q deyapman sizga. Men sizga yozmayman deyotganman, yo'zaman. Yo'q, kimga qilsangiz ham do'st. Hozir videoni yoqishini oldin aytdingiz. Qog'oz protokoli yo'q shaharga bo'ylab. Tushuntira oldimmi? Shahar bo'ylab yo'q. Berilmayapti, sizlar. Yo'q, berilayotgan. Sizlar отказ bo'lganda u narsa berilmayotgan bo'lsa, to'g'rimi? Отказ bo'lgan. Yo'q, отказ bo'lgan. Qog'oz protokol отказ bo'lgan. Qoidabuzarlik qarang. Xavfsiz kamar taqmasangiz ham, misol uchun spirtli ichimlik iste'mol qilgan bo'lsangiz ham, misol uchun deyapman. Boshqa qoidabuzarlik qilib kelsangiz ham, hammasi aka planshet qurilmasiga yoziladi. Qog'oz protokol отказ bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q qog'oz protokoli. отказ bo'lgan. Internetda tarqalgan ushbu holatga qonuniy baho beramiz. Qog'oz protokol aslida bekor bo'lganmi yoki yo'q? Keling buni Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 8-iyuldagi 431-son qarori talqinida ko'rib chiqamiz. Ushbu nizomning 27-bandiga asosan agarda haydovchi yozilayotgan ma'muriy jarimaga e'tirozi bo'lsa, u holda huquqbuzarlikni xodim yozma shaklda, ya'ni qog'oz protokolga rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Agarda xodimda qog'oz protokol bo'lmasa, bu haydovchining muammosi emas.